Assalomu alaykum avtostart o'quvchilari. Mana yangi partiyaga Damas motorlarimiz keldi. Matiz ham kelgan, Cobalt ham kelgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Optimga ham, Donaga ham beramiz arzon qilib. Keyin bitta narsani aytmoqchiman. Ko'p akalarimiz ikkilanishyapti, bu qanday chiqyapti, nima chiqyapti deb. Hammaga ham ayta olmayapman. Damas motorni qo'yganlar bo'lsa, shu kommentariyaga yozinglar. Qanday chiqdi, qanchadan beri haydayapsizlar? Masalan, 1 oymi, 6 oymi, tortish qanday, sifat qandayligini shu kommentariyaga aytsalaringiz, qolgan Damaschilarga manfaatli bo'ladi. Cobaltchilarga, Matizchilarga hammasidan bor. Cobalt, Matiz, Damas, Gentra, Nexia 3 hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nalichida bor. Deb ko'rsatib. Bu motorlarimiz termik obkatkadan o'tgan bo'ladi. Ichida moy, davleniyalar tekshirtirib, o'sha Xitoyning o'zida polni mana metkalari bor. Unaqa restavratsiya narsa emas. Bemalol zakaz qilaveringlar. 1 oy garantiya beryapmiz. Bemalol mana Optimga ham kolичество ko'p. Zakaz qilaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Akalar, O'zbekiston bo'yicha. Xorazmmi, Surxondaryomi farqi yo'q. Любой joyga dastavka qilib beramiz 5 million 400 ming so'mga. 1 oy garantiyasi yozib beriladi.